Chap yo'llarga yurdingizmi? To'g'risini ayting. Xo'p, bu jinsiy yo'l bilan yoquvchi o'tkir uchli kandiloma yoki ostrikanichniy kandiloma deyiladi. Ko'pincha jinsiy yo'l bilan yoqadi. Xo'p, Sizga chap yo'llarga yurdingizmi? To'g'risini ayting. Ehtiyot bo'lish kerak. Himoya vositalari orqali ham yuqmaydi deb o'ylash noto'g'ri. Himoya vositasidan foydalandingizmi yo'qmi? Foydalanganlar, lekin baribir yuqqan. Shuning uchun tavsiyamiz himoya vositasi bilanmi, boshqasi bilanmi chap yo'llardan yurish mumkin emas. lazerli kalkulyator bilan olib tashlagandan keyin shunaqa qilib virusga qarshi Tabletga ko'rinishda beramiz. Xudo xohlasa 15 kunda bitib ketadi. Ammo zo'r bo'ladi. Endi tikanli yo'llardan yurmaysizda. Siz o'ylagandagi og'riqlar bo'lmadimi aka? Mayli. O'zidan sang, sog' bo'ling, salomat bo'ling.